Bu videoni ishlashdagi asosli maqsadim ne? Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin bilsizlar, albatta. Mening bir kunimni normaldagi boshlanish vaqti. Agibsa yo'qolib qoldi ya. Uxlab qolmasligim uchun avval so'qsur yuyinib oldim. Endi so'qsur yuyinishning asosli maqsadim uyquni etishlam emas. Bizning badanimiz rahat kunib ketgan. Şoň biz rahatdan ayrılganymyzda bearamlyk his qilamiz. Şoň bizning jiq uxlagymyz keladi, aram ağımız keladi. Lekin bu xata emas. Yaşashning bir usuli. Men kichik vaqtimda egizdan qo'rqdim. Shu sabablik suv usti baxtsiz bag'inimda ko'pincha musobaqa mashinasini haydaydim. Hozir ham egizdan qo'rqaman. O'lim bilan o'tirimda faqat necha santimetrlar araliq bor. Kim o'limdan qo'rqmaydi deysiz? Qo'rqinch meni hozirga qaytirib keladi. Biz baxtni, xushalliqni bizda bo'lmagan narsalarda, biz erishalmagan narsalarda deb o'ylab olamiz. Bu chog'dagi men tabiiylam baxtsiz biraylarga aylanadi. Baxtli bo'lishimizning sababi o'zimiz. Baxtsiz bo'lishimizning ham shu. Shunisi qiziq. Biz ayni vaqtda qo'liqimizni etib olib, anglamasqa selib olgan gaplar. Endi bizning boshqalarga deydigan nasihat so'zimiz bo'p qilib etibdi. Borida qadrini qilib ol, keyin pushaymonini tortsan. Men nurg'un pushaymonlarga haqliq. Atrofingizga qarang. Sizga hamroh bo'layotgan kishilarni ko'ring. Avval shularni qadrlashni biling. Avval shularni suyishni biling. Avval shularni bag'ringizga besing. Ularga rahmatingizni bildiring. Hozirga qaytib keling. Tiniqlaringizni anglang. O bizga berilgan fursat. Mana shu fursatlar yana kelarmi? Amaliyotda men shu fursatlarning ichida yashayapman. Sizlarni suyaman. Rahmat sizlarga.